Bugungi dizayn stamping verxniy formada. Avvalo tirnoqqa forma berib oldim. Yuzasini bayfiq qilib tozaladim. Terida namlik darajasi yuqori bo'lganligi sababli pudra sepib, kutikulani sekin-sekin itarib chiqdim. Freza plamya bilan kutikula ko'tarib chiqildi. Harakatlar yengil, bosimsiz. Keyin kutikula qaychi bilan kesildi. Sharik freza bilan oxirgi tozalikni qilib oldim. Shu yerda tirnoq nafas ola boshlaydi. Tirnoqni penka yordamida tozalab olib, baza surdim va endi asosiy qism tirnoqqa mos verxniy forma tanlandi. Gel quyib verxniy forma tirnoqqa zafiksировать qilib oldim. Naizanka tekshirib olindi. Qotgandan keyin tirnoqqa shakl berdim. Freza yordamida taglari tozalandi. Profil, balans hammasi joyida. Navbat dizaynga. O'zimga yoqqan stamping uzorini tanladim. Aniq, toza, ortiqcha chiziqlarsiz. Uzor tirnoqqa ko'chirildi va mana shu natija. Agar siz ham tirnoqning tozaligi, forma va dizayn bir-biriga mos bo'lishini yaxshi ko'rsangiz, bu videoni yana bir marta ko'rib chiqing.